Transplantatsiya bu a'zolarni yoki to'qimalarni bir a'zodan ikkinchi tanaga ko'chirib o'tkazish sohasi bu transplantologiya. Bu transplantologiyada asosiy tibbiyotning boshqa sohalaridan farqi shundaki, bunda faqatgina xirurgik jihatlar emas, balki immunologik jihatlarni ham hisobga olish kerak bo'ladi. Transplantatsiya amaliyotlari aksariyat boshqa xirurgik amaliyotlarga nisbatan juda uzoq vaqtni talab etadi. O'tkazilish davri ham uzoq, unda ishtirok etuvchi jamoani ham ko'pligi va bir vaqtning o'zida ikkita jamoaning parallel ravishda bu amaliyotni bajarilishi ham o'ziga xoslik tomonlaridan biri hisoblanadi. Bir bemorimiz dializ muolajasini oladigan bo'lsa, bir seans davomida 4 soat vaqti ketadi. Agar shu muolajani u haftasiga oladigan bo'lsa, 12 soat. Agar oyga ko'paytiradigan bo'lsak, 48 soat vaqti ketadi. Bu 2 sutka, ya'ni bemorimiz bir oyda 2 sutka dializ muolajasini olish uchun kravatda, yotoqda o'tkazish kerak bo'ladi. Buni agarda 1 yilga ko'paytiradigan bo'lsak, 24 kun yoki umuman olganda uni 1 yili 11 oydan tashkil topgan bo'ladi. Endi perisadka, buyrak transplantatsiyasi o'tkazilgan bemorlarda bo'lsa, ana shu 1 oyi o'ziga qaytib keladi va o'zini hayoti uchun sarflaydi. Ko'pincha bizga bemorlar savol bilan murojaat qilib keladi. Men shu transplantatsiya o'tkazmoqchiman. Kimlar menga donor bo'ladi? Kimlardan donor qilib olishim mumkin? Ana shu jihatlarida biz ularni avvalambor ham yuridik, ham klinik jihatdan ularni tayyorgarchilik qilamiz. Tayyorlab ularni tekshiruvlar natijasida biz ularga yakuniy xulosa beramizki, ha, sizga bu donor bo'la oladi yoki bo'la olmaydi. Aksariyat holatlarda donorlik bo'la olmaydigan holatlar uchrab turadi. 2 yil avval bizda bir qiziq holat bo'lgan edi. Surxondaryolik bir bemorimiz bizga buyrak transplantatsiyasi uchun murojaat qilib kelishgandi. Ana shu murojaatda bizga perisadka buyrak transplantatsiyasi o'tkazish uchun tayyorgarchilik qilish uchun donor kerak bo'ladi. Endi donor sifatida o'zini onasini tavsiya qilgan, lekin biz ularni ko'rsak, dastlabki tekshiruvlarda yoshlari katta, donorlikka biroz xavf guruhiga kiruvchi holat bo'lib qoldi va natijada biz aytdikki, keling boshqa donor toping, agarda imkoniyati bo'lsa boshqa donorni tekshirib beramiz desak, boshqa donorlik qarindoshlar orasida mavjud bo'lmaganligi uchun shunaqangi darajada bir hissiy holat bo'ldiki, onalari yo'q, men bolamni yashashi uchun har qanaqangi shartga roziman, har qanaqangi tekshiruvga roziman, kerak bo'lsa yuragimni olinglar, buyragim farzandimda ishlasin deb shunaqangi bir gaplarni gapirdilarki, biz o'sha payt 65 yoshdagi bu ayolni ko'rib, o'zbek ayolini timsolini ko'rdik. Bu amaliyotimiz taxminan 8-9 soat davom etdi va ikkala ham donor ona ham bemor bola muvaffaqiyatli amaliyotni o'tkazishdi. Oradan 1,5 yil vaqt o'tib bizga murojaat qilib keldi onasi bilan. Ya'ni o'g'limni uylantirsak bo'ladimi? Mana shu holatlarga qanday tayyorgarchilik qilishimiz kerak degan maslahatlar bilan keldi. Va biz o'z maslahatlarimizni berdik. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin yigitni uylantirishdi va hozirgi paytda o'sha yigitimiz
farzandlik bo'lish arafasida bo'lib turganlari bu bizni doktorlarni juda ham quvontiradi. Sababiki eng oliy mukofot vrachlar uchun bu o'z bemorlarini sog'lom hayotga qaytib, o'z oyoqlari bilan yana shu jamiyatni bir a'zosi sifatida kirishib, yashab yurishlari ana shu vrachlarga eng katta mukofot deb o'ylayman. Bir vaqtlar shunaqa bo'lardiki, bemorlarimiz bizga murojaat qilib kelgan paytda bu amaliyotlarni o'tkazish uchun mutaxassislar kam bo'lardi. Mamlakatimizda bu amaliyotlarni o'tkazish uchun markazlar yo'q edi. Moddiy texnik bazalar yetishmasdi. Bir necha kasallar qiyin holatlarda chet el davlatlariga ketishardi. Katta sarf xarajatlar bilan bu narsa amaliyotlarni o'tkazishardi. Hozirgi kunda bu amaliyotlar endi yurtimizda hurmatli prezidentimizning islohotlari bilan, tashabbuslari bilan 2017-yil 23-oktyabrdan boshlab joriy qilindi. A'zolar transplantatsiyasi, buyrak, jigar, suyak ko'magi, ko'z shoh pardasi to'g'risidagi bu qonun oldi loyihasi mamlakatimizda bu katta renessans bo'ldi. O'sha paytlarda imkon qidirib, ilojsizlikdan o'zga davlatlarga ketib, qiynalib, sarson sargardon bo'lib yurgan bemorlarimiz endi o'zimizning davlatimizda, o'zimizning yurtimizda bu amaliyotlarni o'tkazish uchun juda katta imkoniyatlar yaratilgan edi. Ana shu davrdan boshlab biz mamlakatimizda 2000 dan oshiq ushbu turdagi buyrak transplantalar, 150 dan ortiq jigar transplantatsiyalar va suyak ko'magi va ko'z shoh pardasi transplantatsiyalari jadal ravishda amalga oshirib borilganligi bu gapimizning isboti. Biz operatsiya qildik, shunchaki bo'ldi. Hamma narsani shu kasalxonada, markazda tashadik, ketdi degan emas. Har doim shunaqa vaziyat bo'ladi. Bizga shu telefonimiz yonimizda turadi kechasi bilan. Doim shu og'ir o'tgan holatdagi amaliyotlar bo'lsa, xayolimizdan shu narsa ketmaydi. Ya'ni o'sha 6 soat, 7 soat davomida operatsiya o'tkazgan har bir jarayonni biz yana qaytadan xayolimizdan o'tkazamiz. Yana nima qilishimiz mumkin edi? Qatida biz kamchilikka yo'l qo'ydikmi, yo'qmi deb shu narsani tahlil qilamiz. Ba'zan bir xillarda shunaqa vaziyat bo'ladiki, og'ir operatsiyalar bo'lgan kunlari yonimizdagi telefon shu jiringlashidan qo'rqib turamiz. Negaki, shu navbatchi shifokorlar bizga biron bir salbiy holat yuzasidan telefon qilmayaptimikan deb yuragimizni ho'shlab turamizki, shu kasallarimizni imkon darajasida shu ertalab borganimizda yaxshi natija bilan qarshi olaylik, shu ko'raylik degan ma'noda bo'ladi. Transplantatsiya o'tkazganimizdan keyin qo'ydi, operatsiya qildi, o'sha a'zo ishlab ketdi degan emas. Ko'pchilik noto'g'ri tushuncha bo'ladi. Bizda shunaqa bir vaziyat bo'lgan. Bemorimiz bir gulistonlik bemorimiz bo'lgan, qizchamiz o'z onasi qiziga donorlik qilgan va buyrak transplantatsiyasi o'tkazganmiz. Ishonasizmi? 21 kun davomida bu amaliyot juda ham chiroyli, xirurgik jihatdan xatolarsiz, hammasi chiroyli o'tkazilgan bo'lsa hamki, 21 kun davomida peshob ajralishi bo'lmagan. Bu voqeani men hech qachon esimdan chiqarmayman. 21-kuni biz o'sha maxsus dorilarni qildik, tayyorgarchiliklar, hamma tekshiruvlar va hokazo hammasini o'tkazganimizdan keyin 21-kuni peshob chiqishni boshladi va ishonasizmi? Onasi o'zi donor vrachlarning xonasiga kelib, qizim peshob ajratyapti deb onasi o'zi yugurib, yig'lab keldi. Yugurib bordik. Rahbarimiz, professorlarimiz, hamma jamoamiz bilan birgalikda bordik. Qarasak, qiz "Han" deb so'rasak, hojatga chiqdim, peshob ajralishi boshlandi. Bu voqea 30-dekabr kuni bo'lgan edi va bizga bu voqea Yangi yil oldi sovg'asi bo'lgan edi. Transplantatsiya o'tkazgan bemorlarimiz ko'pchiligi hozirgi paytda kimdir turmushga chiqdi,
kimdir uylandi, kimdir o'qishga kirdi. Ishonasizmi? Kimdir hattoki qizlarimiz homilador bo'lib farzandli bo'ldi. 10 ga yaqin, undan oshiq qizlarimiz turmushga chiqqan, homiladorlikka tayyorlanyapti. 10 ga yaqini o'sha homilador bo'lib farzandli bo'lishdi. Yana bir qiziq holat, bizda amaliyot o'tkazgan bemorlarimiz vaqti bilan bizni markazimizga kelib, shu davriy ravishda o'zini maxsus tekshiruvlardan o'tib turishadi. Ana shu o'tish davrida shunaqa qiziq holat bo'lganki, ikkita amaliyot o'tkazgan yigit qizimiz bir vaqtni o'zida bir necha marta bir viloyatdan kelib tekshiruvlarga kelib turishgan ekan va oradan 6 oy, 1 yil vaqt o'tib, ular shunaqa bo'lganki, ko'ngli bir-biriga tushgan va 2 transplantatsiya bo'lgan yigit qizimiz turmush qurgan. Bunaqa holat juda ham kam uchraydi. Bu narsani hattoki men o'zim eshitib hayajonlandim. Bilasizmi, biz shu har bir o'tkazgan amaliyotimiz xuddi bizani bir farzandimizdek bo'lib qoladi. Har bir bemorga o'zimizning yaqinimizdek e'tibor talab qiladigan holat. Hozirgi kungacha markazimizda 1,5 mingdan oshiq buyrak transplantatsiyalari amalga oshirilgan bo'lsa, shundan 1000 dan oshig'iga assistentlik qilganman. 100 dan oshiq operatsiyalarni hozirgi kungacha laparoskopik usulda buyrakni olish amaliyotlarini bajarib kelyapmiz. Va shu oxirgi 6 yil davomida faoliyat olib borayotgan bu sohamizda har bir rivojlanish bosqichini o'z ko'zim bilan ko'rib kelyapman. Ishonasizmi, agarda biza 6 yil oldingi holat bilan hozirgi holatni taqqoslaydigan bo'lsak, juda katta o'zgarishlar bor. Men o'z faoliyatimdan shu narsani aytishim mumkinki, agarda yosh mutaxassislar shu transplantatsiyaga qiziqqan soha vakillari bo'ladigan bo'lsa, shifokorlarimiz bo'ladigan bo'lsa, hozir bu soha bo'yicha nafaqat mamlakatimizda, balki chet el davlatlariga borib o'qib kelish, ular malakasini oshirib kelish uchun yetarli imkoniyatlar bor. Bu sohani tanlash menga juda katta ham mas'uliyat, ham quvonch beradi. Bu ko'chirib o'tkazilgan a'zo uchun mas'uliyat. Negaki, bu a'zo shunchaki a'zo emas, kimdir uchundir hayot, yangi hayot.